O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bizning kanalimizda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini, yangiliklarni bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, layk va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Joriy yilning 13-17 iyul kunlari O'zbekiston hududiga janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi kutilmoqda. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Havo harorati eng issiq kunlarda respublikaning katta qismida 41-43 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarda 44-46 darajagacha ko'tariladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda dam olish kunlari havo harorati 43 darajagacha ko'tarilishi haqida xabar berilgan edi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng saralarini taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.